Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Diplomat jurnalida Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Ömer Qanat apandi obzor e'lon qilib, Amerikaning Erkin Osiyo radiosining taqig'anligini ayblab, o'xshash xatolikni takrorlamaslikka chaqiriq qilgan. Erkin Osiyo radiosi sukut qilish xatoligini takrorlaydi nomli bu obzorda Amerika buningdan 45 yil burun Uyg'urlarning ovozini jimiqtirgan edi. Bugungi kunda kamarni qisish nomida yana bir qatam Uyg'urlarning ovozini jimiqtirishga sukut qilmoqda deyilgan. Mazkur obzorda mundaq deyilgan. 1979-yili Amerika Deng Xiaopingning Washingtonga ziyaratidan ilgari Sovet ittifoqi qarshi turish uchun Xitoy bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishni xohlaydigan Amerika amaldorlari Xitoy hukumatini rozi qilish uchun Uyg'ur tilidagi radio anglatishni taqidi. Bugun 45 yildan keyin xomchot qisqartish nomida Uyg'urning ovozi yana bir qatam jimiqtirildi. 3-oyda Trump hökuməti dünyadakı birdən-bir Uyğur tilidagi xabar mənbəsi bolğan Erkin Osiyo radiosining Uyğur mulozimatini to'xtatdi. Mayli diplomatik manfaat bo'lsin yoki davlat ichidagi siyosiy teatr bo'lsin, natijasi o'xshash. Ovozimizni jimiqtirish va Xitoyning davlat tashviqotini kuchaytirish. Amerika bu xatolikni qayta takrorlamasligi kerak. Obzorda yana Erkin Osiyo radiosi 2017-yili tunji bo'lib, Xitoyning jazo lagerlarini jazmlashtirib, jazo lagerlarining yanada faoliyat qilayotganligini oshkorlagan edi. Uning taqilishi axborot erkinligiga zarba bo'lib qolmay, u davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik ichida butkul xalqni jimiqtirishdan iborat deb Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur mulozimatini amaldan qoldirilishiga egishib, Xitoy hukumatining ta'tir tashviqotlarining kuchayganligi. Erkin Osiyo Ozodlik radiosining taqilishini tabriklagan Xitoyning 3-oydan boshlab Uyg'ur tilida 16 yangi radio chastotini qo'shib, tashviqot to'lqinini kuchaytganligini, Xitoyning sayohatchiligini ilgari surish nomida chet ellik sayohatchilar uchun maxsus sahnalar, tashviqotlar o'rinlashtirib, TikTok o'xshash Beijing kontrolidagi qo'llanishchan programmalar orqali tashviqot ilib berayotganligi. Ayni vaqtda tunji Uyg'ur mulozimati uzilib qolganda Xitoy g'arbga eshikini ochib etib, Uyg'urlarga ozroq nafaslanish fursati bergan bo'lsa, ammo hozir xalqimizga rayimsiz qirg'inchilik ilib berayotganligini ta'kidlab, Uyg'ur axborotchiligining mavjudligining ilgirki har qanday vaqtkidan muhimligini o'ttirib qo'yib, o'xshash xatolikni takrorlamaslikka chaqiriq qilgan. Gollandiyaning Denk partiyasi Amsterdam parlamenti a'zosi Sulayman Koyuncu Gollandiya parlamentiga vatanimizning nomini Xinjiang degan mustamlika nomini ishlatmasdan, balki aslidagi Sharq Turkiston nomini ishlatish haqida qaror sungan. Bu haqda Gollandiyada chiqadigan Erkin xabarda erkinlik mustamlika nomi bilan qo'g'dilinmas temadagi xabarda bildirilishicha, Amsterdam majlisida o'ttirib qo'yilgan bu qaror loyihasi mushu oyning 10-kuni Gollandiya parlamentida ovozga qo'yiladi ekan. Sulayman Koyuncu qaror loyihasida atalmish Xinjiang nomining ishg'oldan keyin Xitoy mustamlikachiliginin Sharq Turkiston o'rniga o'ydirib chiqib, majburiy tangilgan ism ekanligini, Sharq Turkiston nomi bo'lsa shu yerning asli tarixi, jug'rafiyasi, xalqlarning etnik tarkibi, madaniyati va milliy kimligini ifoda qilganligini o'ttirib qo'yish bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa parlamenti va Gollandiya parlamentida o'ttirib qo'yilgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga ilib berilgan irqiy qirg'inchilikni eslatib o'tgan. Bu qaror loyihasida shular o'ttirib qo'yilgan. Xalqaro va shaharlar orasidagi munosabatlarda Xitoyning besim ostida yashayotgan Uyg'urlarga oid ismlarni ishlatish, Xinjiang deganning o'rniga Uyg'ur muhojirati va Uyg'ur tashkilotlari bilan muzokara ilib berib, Sharq Turkiston nomini ishlatish, Uyg'ur muhojirati va kishilik huquq tashkilotlari bilan bevosita munosabat o'rnatish va buni majlisga bildirish. Sulayman Koyuncu Erkin xabar muxbirga shundoq deydi. O'zini har fursatda erkinlik shahri deb tanishtiradigan Amsterdam buni so'zda emas, balki amaliyotda ko'rsatish kerak. Xinjiang ismi Xitoyning qirg'inchilik siyosati, assimilyatsiya va ishg'olining simvolidir. Bu sababdan Sharq Turkiston ismining ishlatilishi Uyg'ur xalqiga, kimligiga qilingan hurmatdir. Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoydan iborat 4 davlatni ayni vaqtda G7, NATO va G20 ga o'xshash xalqaro munbarga G'arbga qarshi ittifoq barpo qilish istigida qurilgan BRICS
ya'ni kesak oltin davlatlarining ichki qismida ixtilof va manfaatlar to'qinishining avjilayotganligi bu qitimqi Braziliyada chaqirilgan yig'inda o'ttirg'i chiqqan. 7 ayning 6 kuni Braziliya poytaxti Rio de Janeiroda boshlangan BRICSning yillik yig'iniga Xitoy raisi Shi Jinping, Rossiya prezidenti Vladimir Putin qatnashmagan. Bu ahvol mutaxassislar tarafidan aslida kuchli manfaat to'qinishi bo'lgan davlatlardan tashkil topgan BRICSning istiqboliga ko'langi tashlagan deb qaralgan. Ayni vaqtda Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy tarafidan 2009-yil qurilgan BRIC keyin Janubiy Afrikaning qo'shilishi bilan BRICS deb atalgan edi. BRICS yuqorqi 5 davlatning nomining birinchi harfidan tuzilgan bir so'z bo'lib, 2024-yildagi Rossiyada ochilgan BRICS yig'inida Saudiya Arabiston, Iran, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr, Efiopiya, Indoneziya qo'shilib a'zo soni 11 ga yetgan edi. Ammo BRICSga a'zo davlatlardan Hindiston, Braziliya, Indoneziya qatorliq davlatlar bir tarafdan ham Xitoy, ham Rossiya, ham Amerika bilan ittifoq tuzib, o'zlarining manfaatlariga kafolatlik qilishga tirishishi, a'zo davlatlar hujumga uchraganda qo'llamasligi, Xitoy va Rossiyaning tashabbusi bilan Dunyo bankasining o'rnini olish uchun qurib chiqqan yangi taraqqiyot bankasining kuchini ko'rsatolmasligi, a'zo davlatlarning o'rtasidagi iqtisod, siyosat va xalqaro iqlim masalasida kelisholmasligi va BRICSning qurg'uvchi davlatlar orasida tuproq masalalarining ig'ir bo'lishi, Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi chegara masalasi, Xitoy va Hindiston o'rtasidagi suv masalasi qatorliqlar BRICSning taraqqiyotiga ko'langi tashlagan. Shundaqla BRICSga a'zo davlatlar tajovuzga uchraganda Xitoy va Rossiya va boshqa a'zo davlatlar ittifoqdoshi Ironni qo'llamagan bo'lib, bu BRICSning pishmaganligining bir dalili bo'lib qolgan. Bu qitimqi Braziliyada ochilgan BRICS yig'inining 30 betlik xitobnomasidami Amerika va NATOga qarshi burunqidek keskin iboralarga o'rin berilmagan bo'lib, mutaxassislar va xalqaro kuzatuvchilar buni zo'r ishki ixtilof va manfaatlar to'qinishi ustiga qurilgan bu ittifoqning uzun umr ko'rolmaydiganligining beshorati degan qarashni ilgari surishmoqda. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.